Obunachilar, hozir monitorda blok tanasini ochdik. Kondensatorlarni portlab ketgan. Hozir yangilarini taxlab qo'yamiz, qo'yishni boshlayman. Kuzatishda davom etib turasizlar. Xo'p, ikkinchisini ham ochdik. LG monitorda. Buni ham kondensatorlar polni portlab ketgan hammasi. Hozir hammasini qo'yib chiqamiz. Yangi kondensatorlar taxlab qo'yamiz. Hozir terib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bitta LG 17 lik remont qildik. Ikkinchi 17 ligini ham remont qildik. Mana ishladi, tayyor holatda. Bularning blok tenasidagi mana shu kondensatorlar portlagan, predahnetel portlagan, tayyor holatda. Keyin mana uchinchisini, xo'p, 19 lik razmer. Buni remont qilyapmadik, chunki bizadan oldin ochib ko'rishgan ekan, ekran singan ekan. Mana shu tomondan dars ketgan ekan, o'zi buni qilgan foydasi yo'q, monitordan qimmatga tushib ketadi. Ikkalasi tayyor holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir 3-immerni ochib ko'ramiz. Hozir buni ham tayyor bo'lgan holatini qo'yamiz. Kuzatishda davom etasizlar.